Manchester City bilan o'yinda tanaffusda Abduqodir bilan suhbatlashib qoldim. U juda baquvvat va kuchli futbolchi ekan, shuningdek samimiy. Suhbat asnosida bilib qoldimki, 21 yoshda uylanmoqda. Men esa 32 yoshdaman va hali bo'ydoqman. Men undan buncha yosh uylanganligini sababini so'radim. Husanovning aytishicha, haloliga uylangan insonda baraka bo'lar ekan. Men keyin tushundim. Tottenhamdagi 10 yillik faoliyatim davrida bitta konserva qopqog'ini ham yutmabman. Abduqodir esa Manchester Cityga keldi. Zo'r qo'shildi. Oy futbolchisi, keyin Love Story, gelik, challari, choyxona. Men esa bebaraka insonga aylanib qolgan ekanman. Endi ukalarimga bu xatoni qilmasliklarini, o'z vaqtida uylanib barakali inson bo'lishini o'qtirib yuribman. Uy olaman, katta biznes qilaman, mashina olaman, xullas, u qilaman, bu qilaman, keyin uylanaman deya vaqtni o'tkazmang. Baxt bunaqa narsalar bilan o'lchanmaydi. Turmushi o'xshamay ketgan juftliklarga qarang. Ko'pi to'qchilik, sho'xchilikdan. Ota-onani hurmatini joyiga qo'ygan kuyov, qaynota-qaynonaning hurmatini joyiga qo'ygan kelinning turmushida baraka bo'lmay nima bo'lsin axir? Sizga juft ato qilibdimi? Demak, rizqi bilan bergan. Uylaning tamom. Bu videoni bo'ydoqlarga yuborib qo'ying. Peshonada yozilmagan bo'lsa, shoptolni qoqini ham ola olmaysan ekan, do'stim. Nishonangga yozganida ayrilmayan jonim chiqar, qo'shiq aytsam qayrilmayan